Jugoliyaning eng no'j iqtidori zodi nima? Balkim shu uch parchalarni ko'rgan do'stlar Jugoliyani nihoyat yoqtirishinglar mumkin. Endi shunda qaraydigan bo'lsak, Jugoliyaninki iqtidori nurg'un kishilardan bisib tushadi. Endi buningki halqiliq bir mahorati nima degan vaqtda boshqalarni qoyil qilishga ajoyib usta. Bu ashu kapidan chiqqandan boshlab Yuguanjang shular bilan paranglashdi, undan keyin o'zining yaqinlari bilan, hatto raqiblari bilan fikrlashgan, paranglashgan, hamkorlashgan bilan paranglashgan vaqtdami bu amal qilib qarshi tarafni qoyil qiladi, degan yerga ep keladi. Shunga bu Jugoliyaninki butun badanida eg'izi va deydigan bir laqami var. Demak, Jugoliyaninki nurg'un ishlarni hal qilishi, bartaraf qilishida uning tayong'ini nima degan vaqtda aql farosati bilan dal so'zlash qobiliyati, boshqalarni qoyil qilish mahorati. U shu so'z orqali, gap orqali, shu qoidalik, tartiblik so'zlash usullari orqali nurg'un odamni o'ziga agashtirib oladi, nurg'un odamni o'zi uchun ishlata oladi. Shunga agar sizmi Jugoliyanga o'xshash boshqalarni qoyil qilay, boshqalar bilan yaxshi fikrlashib, boshqalarni o'zimga agashtiray, boshqalar mening deganimni qilmasin desangiz, cho'qim so'zlashga usta bo'lishingiz, boshqalarning qalbini tushunib turib fikr qilishga, ular bilan paranglashishga usta bo'lishingiz kerak. Shunda bo'lgan vaqtda siz boshqalarni yetaklab ma'nolaysiz, ham ulardan g'olib kelalaysiz. Agar shu jihatdagi, ya'ni o'zingizning so'zlash qobiliyatini, fikrlash mahoratini, kishilik munosabatini, nutq so'zlash qobiliyatini oshirmoqchi bo'lib qolsanglar, ayrimxona uchur qilinglar. Men sizlarga shu jihatdagi mazmunlarimni ta'minlab beray.